Muhtaram aziz vatandoshlar, 26-mart eng so'nggi mavsumiy so'nggi reyslarimiz. 305 ta vatandoshlarimizni hozir mana Umra ziyoratiga jo'natyapmiz. Har bir ziyoratchimizning yuzida tabassum, xursandchilik. Bu aziz vatandoshlarimiz eson-omon borib kelishlikni Alloh taolo ta'minlab bersin va bormaganlarga xuddi shunday holatlar Umra ziyoratiga borishlik barcha vatandoshlarimizga nasib qilsin. Bizning taassurotimizda yo'q narsa edi. Mustaqillikka ming marta xursandmiz. Mustaqillikdan mana shu ibodatlar ruxsat ochildi. Umra safariga ketyaptik. Bundan juda xursandman. Xudo xolisa qishlog'im nomidan, rayonim nomidan, viloyatim nomidan, O'zbekiston nomidan o'sha maktablarga borib, Ka'batullohga borib, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlariga borib, salomlarni aytib, O'zbekiston nomidan, xalqimiz nomidan salom aytishni hammamizga nasib qilsin. Sog' salomat borib kelish nasib qilsin. Biza necha yildan beri orzumuz shu umralarga borib, hajlarga borib, ziyoratlar qilib kelish. So'g'in shu Telegramni qaradim. Qaysi kompaniyalar yaxshi deb, o'rganlar hammasi taassurotlari yaxshi, maqtab gapirib berdilar. Shuni ko'rib, men ham shu hada telefon qilib, o'zi Samarqanddan o'zimiz gaplashib, kompaniyalar bilan gaplashib, nima qilib, mana Xudoga shukr yo'lga chiqibmiz. Endi qolgan taassurotlarni nasib bo'lsa, inshaalloh oxirida ko'rib, so'ng yana davom ettiramiz inshaalloh. Firmada ishlab turganlarga shularga ham rahmat. Shularga ham rahmat, hammalariga rahmat. Ilom endi sog' salomat bo'lib kelay, qolgan taassurotlar sog'im bo'ladi. Biz juda ham xursandmiz. Xo'jayinim bilan mana birinchi marta ketyapmiz. Hamma narsa bejiklar, hamma narsa berishdi, sumkalar, mana qanaqalar kiyimlarni hammasini berishdi. Rahmat.